Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda ertadan metan zapravkalar faoliyati qayta tiklanadi. Tramp endi tushunishni boshlamoqda. Isroil-AQSh munosabatlari yomonlashishi mumkin. Ozarbayjonda qo'lga olingan qo'qonlik tabib qo'yib yuborildi. Netanyahu Eron oliy rahbarini o'ldirish bilan tahdid qildi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi? Karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Tramp endi tushunishni boshlamoqda. Eron bilan bir vaqtda urush olib borish va energiya narxlarini past darajada ushlab turish mumkin emasligini. Ertadan metan zapravkalar faoliyati qayta tiklanadi. 14-martdan boshlab O'zbekistonda metan zapravkalar ishi bosqichma-bosqich qayta tiklanadi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 13-mart kuni metan zapravkalar faqat ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi va jamoat transporti uchun faoliyat yuritadi. 14-mart kuni shanba kunidan boshlab metan zapravkalar faoliyati bosqichma-bosqich qayta tiklanadi. Shoxobchalar ish vaqti bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishi ma'lum qilindi. Urushni boshlash oson, ammo uni ijtimoiy tarmoqlardagi bir nechta tweet va postlar bilan yutib bo'lmaydi. Ali Larijoniy: "Biz sizlarni bu jiddiy xato uchun afsuslanishga majbur qilmagunimizcha chekinmaymiz", deb yozdi Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi bosh kotibi Twitter ijtimoiy tarmog'ida. Bu ulkan firibgarlik. AQShning havo hujumidan himoya qiluvchi Patriot raketalari Ukrainada ham, Yaqin Sharqda ham va'da berilganidan ancha samarasiz bo'lib chiqdi. Bu haqda reyd boshlovchisi Rik Sanchesga xalqaro xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Teodor Postol ma'lum qildi. Uning aytishicha, Patriot zenit raketa tizimi 1991-yildan beri modernizatsiya qilinmagan. Rossiyaning Iskander raketasi ham, Eron raketalari ham uni osongina yengib o'tmoqda. Ammo bu tizim ko'plab mamlakatlarga sotilgan va buni ulkan firibgarlik deyish mumkin. Ma'lumot uchun, Patriot tizimining har bir tutib oluvchi raketasi 4-6 million dollar turadi. Ozarbayjonda qo'lga olingan qo'qonlik tabib qo'yib yuborildi. Avvalroq Ozarbayjonning Baku shahrida BSVIP klinikasida xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi Iqbol Soliyev qo'lga olingandi. U oradan ko'p vaqt o'tmay qo'yib yuborildi. Bu haqda Lenta.az xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, politsiya bo'limida Iqbol Soliyevga nisbatan qonunchilikka muvofiq tegishli javobgarlik choralari ko'rilgan. Shundan so'ng uni Ozarbayjondan chiqarib yuborish ta'minlangan. Soliyev klinikada bemorlarni noqonuniy davolagan. Shu paytda klinikada katta navbat va tartibsizliklar yuzaga kelgan. Soliyev bioenergiya yoki energiya terapiyasi bilan shug'ullanishni bildirgan va har bir bemorni 60 manat, 400 ming so'mdan davolagan. Klinika ma'lumotiga ko'ra, Iqbol Soliyev ushbu tibbiyot muassasasining xodimi emas. Shunday bo'lsa ham, u 2 kunlik qabul o'tkazib, keyin klinikadan ketgan. Isroil-AQSh munosabatlari yomonlashishi mumkin. Turkiyalik siyosiy tahlilchi, Anqara-Moskva tahliliy tarmog'i yetakchi mutaxassisi Engin Ozerning fikricha, Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuning Eron atrofidagi vaziyat bo'yicha olib borayotgan siyosati Isroil va AQSh o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Ekspertga ko'ra, Netanyahuning provokatsion va tajovuzkor strategiyasi Isroilning tashqi siyosiy manfaatlariga zid kelmoqda. So'nggi voqealar fonida ayrim mintaqa davlatlari, jumladan Saudiya Arabistoni Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish jarayonidan uzoqlasha boshlagan. Shu sababli Avram kelishuvlar tashabbusi ham shubha ostida qolmoqda. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, AQSh Isroildan Eronning energetika sektoriga zarba bermaslikni so'ragan. Tahlilchining aytishicha, Eronga qarshi operatsiya Fors ko'rfazi mamlakatlarida kuchli norozilikka sabab bo'lgan. Uning fikricha, Isroilning Eron va arab davlatlari o'rtasidagi qarama-qarshilikni kuchaytirish strategiyasi mintaqa xavfsizligiga tahdid solmoqda. Shuningdek, ekspert Isroil rahbariyatining harakatlari AQSh ma'muriyati uchun ham murakkab vaziyat yaratganini ta'kidladi. Bu esa AQSh va Yevropa jamiyatlarida Isroilga nisbatan tanqidlarning kuchayishiga olib kelgan. Eron Dubay xalqaro moliya markaziga dronlar bilan hujum qildi. Zarbadan so'ng shahar ustida qalin tutun ko'tarildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Jumeira plyaji hududiga ham hujum bo'lishi mumkinligi haqida xabar bermoqda. Rossiya Eronga yordam yuborishni boshladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova Eron, Rossiya va boshqa do'st davlatlarga gumanitar yordam so'rab murojaat qilgani va uni yetkazib berish ishlari allaqachon tashkil etilganini ma'lum qilgan. U mamlakatda ko'plab shifoxonalar va tez yordam stansiyalari vayron bo'lgani, shuningdek yaralanganlar soni, jumladan ayollar va bolalar orasida ham ko'pligi Eron tomoni do'st davlatlaridan dori-darmon yuborishni so'raganini aytgan.
Netanyahu Eron oliy rahbarini o'ldirish bilan tahdid qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronning yangi oliy rahbari Mujtabo Xamanayini o'ldirish bilan tahdid qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Netanyahu Eron bilan urush boshlanganidan beri ilk bor matbuot anjumani o'tkazib, Eron endi avvalgidek emasligini aytib, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi hamda Basij yarim harbiy kuchlariga zarba berilganini ta'kidladi. Isroil bosh vaziri urushga qo'shilgan Livandagi Hizbulloh guruhi nishonlariga qarshi hujumlar davom etishini ham ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanay 28 fevral kuni havo hujumlari oqibatida halok bo'lgan. Shundan so'ng 2 mart kuni Hizbulloh Isroilga qarshi hujumlarni boshlagan va buni Xamanay o'limi uchun qasos deb atagan. Ali Xamanay vafotidan keyin Eronning yangi oliy rahbari etib uning o'g'li Mujtabo Xamanay tayinlangan. Matbuot anjumanida Netanyahudan Mujtabo Xamanay va Hizbulloh yetakchisiga qarshi qanday choralar ko'rilishi so'raldi. U aniq rejalarni ochiqlamasligini bildirdi. Men terrorchi tashkilot rahbarlaridan birortasiga ham hayot sug'urtasi polisini bermagan bo'lardim. Bu yerda nimalarni rejalashtirayotganimiz yoki nima qilmoqchi ekanimiz haqida aniq hisobot berish niyatim yo'q, degan bosh vazir. Isroil Eronga qarshi hujumlarning maqsadi Tehronning yadroviy va ballistik raketa dasturlaridan kelib chiqayotgan ekzistensial tahdidni bartaraf etish ekanini ta'kidlamoqda. Shuningdek, Netanyahu Eron xalqini hukumatga qarshi qo'zg'olonga chaqirdi. Biroq urush boshlanganidan buyon mamlakatda hukumatga qarshi yirik norozilik namoyishlari kuzatilgani yo'q. Netanyahu esa hukumat ag'darilmasa ham uning zaiflashganini bildirgan. 1 soat ichida yo'q qilishimiz mumkin. Tramp Eron energetika tizimini yo'q qilish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi zarbalar yanada kuchaytirilishi mumkinligini bildirib, mamlakatning energetika infratuzilmasi to'liq yo'q qilib yuborilishi mumkinligini aytdi. Bu haqda CNN xabar berdi. Biz Tehronning ayrim hududlariga va boshqa joylarga shunday zarbalar berishimiz mumkinki, ular uchun mamlakatni qayta tiklash deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Lekin biz bunday bo'lishini istamaymiz. Agar xohlasak, elektr energiyasi tizimiga zarba berib, uni 1 soat ichida yo'q qilishimiz mumkin. Uni tiklash esa 25 yil vaqt oladi. Shuning uchun ideal holatda biz bunday qilmaslikni xohlaymiz, dedi Tramp. Ayni paytda Financial Times nashrining yozishicha, AQShning Eronga qarshi harakatlari hatto hukumatga muxolif bo'lgan ayrim eronliklar tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmayapti. Nashrga ko'ra, AQSh va Isroil zarbalari natijasida Eronning sobiq oliy rahbari Ali Xamanay halok bo'lganidan keyin ayrim eronliklar bu voqea hokimiyat almashishiga olib kelishi mumkin deb umid qilgan. Biroq keng ko'lamli bombardimonlar, infratuzilmaning vayron qilinishi va mingdan ortiq tinch aholi halok bo'lgani jamoatchilik kayfiyatini tezda o'zgartirgan. Bizni bombardimon qilishmasligi kerak edi, degan yosh eronlik ayol o'z uyi yaqinida kuchli portlashdan keyin. Nashr ta'kidlashicha, urush fonida jamiyatning bir qismi milliy birlik hissi kuchaygan va mamlakat parchalanib ketishidan qo'rquv ortgan. Shu bois avval hokimiyat almashishini istagan ayrim eronliklar ham endi eng muhimi tinchlik va barqarorlik ekanini ta'kidlamoqda. Mujtabo Xamanay AQSh va Isroil zarbalari oqibatida o'z yaqinlari halok bo'lganini ma'lum qildi. Eron davlat televideniyasida mamlakatning yangi oliy rahbari nomidan o'qib eshittirilgan murojaatda aytilishicha, Mujtabo Xamanay otasi Ali Xamanay va rafiqasidan ayrilgan. Uning singlisi esa farzandi va turmush o'rtog'ini yo'qotgan.